أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Azizlar, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni namozga quloq qoqqanlaridan keyin sirriy o'qiydigan duolarini yodlashda davom etayotgandik. Bugun inshaalloh shuni 6-sini sizlar bilan birgalikda yodlaymiz. Bu aynan bugun o'tadigan duomiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahajjud namozini o'qiyotgan paytlarida Allohu akbar deb quloq qoqqanlaridan keyin o'qirdilar. Fotiha surasidan oldin o'qirdilar. Uzun duo tahajjud o'qishlarida Allohu akbar deganlaridan keyin ushbu duoni o'qirdilar. Biz boshqa duolarni ham o'rgandik va shular qatorida mana shuni ham o'rganishimiz kerak. Bir bu almashtirib o'qisak namozda bizda xushu paydo bo'ladi va ixlosimiz yana ham oshadi. Avval bu hadisni, ya'ni bu duoni lafzini o'qiymiz, arabchasini, ana undan keyin birin-ketin tarjima qilamiz. Allohumma lakal hamd. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamd. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Mana shu yerda nihoyasiga yetadi hadis. Qarang, buni Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Buxoriy va Muslimda. Oz-moz lafzlarda o'zgarishlar bor. Buxoriy va Muslimda ham keladi bu hadis. Endi ushbu duoni ma'nolariga kirishamiz. Ey Alloh, butun maqtov sengadir. Sen osmonlar va yer va ular o'rtasidagi mavjudotlarning nuridirsan. Bu yerda nur keldi. Hidoyat beruvchi, hamma narsani tartibga soluvchi degan ma'nolari ham tushuniladi. Osmonlar va yerni yoritib turguvchisi kim? Alloh. Barcha mahluqotlarga yo'l ko'rsatuvchi kim? Alloh. Butun borliqni boshqarib turuvchi kim? Alloh. Qalbning nuri qayerdan? Allohdan. Ilmning nuri qayerdan? Allohdan. Hidoyatning nuri qayerdan? Bu ham Allohdan. Kim Allohga yaqin bo'lsa, qalbi nurga to'ladi. Kim uzoq bo'lsa, qalbi zulmatda qoladi. Valakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Va hamd sengadir. Anta, sen osmonlar va yer va ular o'rtasidagi mavjudotlarni qoyyimidirsan. Qoyyim nima degani? Hamma narsani tutib turuvchi, hamma mavjudotni boshqaruvchi, hech kimga muhtoj emas, hamma unga muhtoj degan ma'noni beradi. Osmonlar ham u bilan turadi, yer ham u bilan turadi. Barcha mahluqotlar uning qudrati bilan mavjud. Inson qanday tushunadi?
Men o'zim mustaqil emasman. Har bir nafasim Allohga bog'liq. Har bir ishimda unga tayanishim kerak degan ma'noni tushunadi. Lakal hamd. Barcha hamd faqat senikidir. Qoyyum, ya'ni qoyyum bir xil ma'noda keladi. Barcha narsani ushlab turuvchi zot, boshqarib turuvchi zot. Hamma narsa unga muhtoj. U esa hech narsaga muhtoj emas. Uchinchisi, valakal hamdu anta robbus samawati wal ardi va man fihin. Va hamd sengadir. Sen osmonlar va yer, ular o'rtasidagi mavjudotlarning Rabbidirsan. Rob nima degani? Rob kalimasi yaratuvchi ma'nosi, boshqarib turuvchi, tarbiya qiluvchi degan ma'nolarni beradi. Boshqaruvchi va egalik qiluvchi degan ma'nolarni beradi. Osmonlar ham uning qo'lida, yer ham uning qo'lida va barcha narsalar uning qudrati bilan. Ulardagi barcha maxluqotlar uning tarbiyasida. Inson Rob sifatini eshitganda, mening Robbim bor. U meni shunchaki tashlab qo'ymagan. Har bir holatim uning nazoratida. Men unga suyanishim kerak deydi. Valakal hamd. Barcha hamd faqat senikidir. Robbus samawati wal ard, butun olamning yaratuvchisi va boshqaruvchisi sensan. Valakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi va man fihin. Va hamd sengadir. Osmonlar va yerning va ular o'rtasidagi barcha narsaning mulki senikidir. Mulk degan egalik, hamma narsa uniki. Mulk hukmronlik. Mulk qudrat va tasarruf. Hamma narsani sohibi u zotdir. Osmonlar uniki, yer uniki, barcha maxluqot unikidir. Demak, inson Allohning barcha narsani moliki ekanligini bilgandan keyin nima deydi? Mendagi hamma narsa omonatdir. Mol dunyo haqiqiy mulk emas. Haqiqiy sohibi u Allohdir. Har bir osmonlar u yer va undagi barcha narsaning mulki unga bo'lganligini bilgan inson hech qachon kibr qilmaydi. Hech qachon dunyoga bog'lanib qolmaydi. Valakal hamd. Anta malikus samawati wal ardi va man fihin. Hamd senikidir. Sen osmonlar va yerning podshohidirsan. Valakal hamd. Hamd senikidir. Antal haqq. Sen haqdirsan. Va va'dukal haqq. Va'dang haqdir. Va qawlukal haqq. So'zing haqdir. Va liqa'ukal haqq. Senga yo'liqish haqiqatdir. Val jannatu haqq. Jannat haqdir. Wan naru haqq. Jahannam haqiqatdir. Wan nabiyyuna haqq. Butun payg'ambarlar haqdir. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqdir. Was sa'atu haqq. Qiyomat kuni haqdir. Bu yerdagi haq degan ma'no haqiqiy, rost, chin degan ma'nolarni ifoda qiladi. Shubhasiz albatta sodir bo'lajak degan ma'nolarni ifoda qiladi. Hech qachon botil aralashmagan degan ma'nolarni ifoda qiladi. Alloh mutlaq haqdir. Uning har bir va'dasi haqdir. U bilan uchrashish haqdir. Bu jumla insonning qalbiga to'liq o'rnashsa, qiyomatdan shubha qolmaydi. Jannat va do'zax haq ekaniga ishonch kuchayadi. Payg'ambarlar yo'li yagona to'g'ri yo'l ekanligiga tasdiq kuchayadi. Bu narsalarga ishongan inson dunyoga aldanmaydi. Oxirat uchun yashaydi, gunohdan qochadi. Hamma narsa haq deb takror kelinishi iymonni mustahkamlaydi. Allohumma laka aslamt. Ey Allohim, men senga taslim bo'ldim. Aslamtu degani bo'ysundim. O'zimni senga topshirdim, taslim bo'ldim degan ma'noda. Ya'ni mening irodam senga bog'liq. Men sening amringga qarshi chiqmayman. Men senga itoat qilaman degan ma'noda. Bu jumla insonning qalbida iymonni kuchaytiradi.
tavakkulni oshiradi, kibrni yo'qotadi. Aslamtu to'liq taslim bo'ldim degani. Va alayka tavakkalt. Va men faqat senga tavakkal qildim. Tavakkaltu degan ma'no ishonch bilan suyandim. Ishlarimni senga topshirdim. Sabablarni qilib, natijani sendan ko'rdim degan ma'noda. Men harakat qilaman, lekin natijani Allohdan kutaman degan ma'noda. Men odamlarga emas, Allohga suyanaman. Tavakkal faqat gapda emas, so'zda emas, qalb bilan Allohga bog'lanish. Inson qalb bilan Allohga bog'lansa, qo'rquv ketadi. Xotirjamlik keladi. Chunki inson biladi, barcha ishlar Allohning qo'lida. Va bika amant. Va senga iymon keltirdim. Amantu degani iymon keltirdim. Qalbim bilan ishondim degan ma'noda. Men Allohga ishonaman. Qalbim bilan uni borligiga ishonaman. Uning aytgan narsasi hammasi haq ekaniga ishonaman degan ma'noda. Iymon faqat so'z emas. Amantu degan so'z va bika amantu. Men senga iymon keltirdim degan so'z qalbda ishonch, tilda iqror va amal bilan tasdiqlanmog'i lozim. Va ilayka anabtu. Senga qaytdim. Anabtu ya'ni senga qaytdim, ya'ni senga tavba qildim. Anabtu ya'ni roja'tu. Allohga qaytish, tavba qilish, qalb bilan unga yuzlanish. Men gunohdan qaytib senga yuzlandim. Men qalbim bilan senga burildim. Men sendan boshqasini tark qildim degan ma'noda. Qalb doim Allohga bog'lanadi, qalb Allohga qaytadi, qayta unga murojaat qiladi. Har holatda unga qaytib turadi. Gunohda qolib ketmaydi, tez tavba qiladi. Qalbi tirik bo'ladi. Va bika xosamtu. Va men sening yordaming bilan muxoliflarga qarshi kurashdim. Husumatlashdim. Sen uchun kurashdim degan ma'noda. Husumat qildim, talashdim. Va bika xosamtu. Sening yordaming bilan bahslashdim. Haqni himoya qilib qarshi turdim. Nohaqqa qarshi turdim degan ma'noda. Men o'z kuchim bilan emas, Allohning yordami bilan haqda turdim. Haqni himoya qildim degan ma'noda. Alloh yo'lida husumatlashish, Alloh yo'lida Allohning yo'lini himoya qilish va u yo'lda husumat, talashib tortishish bu jumla insonga haqni himoya qilish kerak ekanligini tushuntiradi. Kibr qilish uchun emas. Bahs ham ixlos bilan bo'lishi kerak. Maqsad g'alaba emas, haqni himoya qilish. Va ilayka hakamt. Va men hukmni senga topshirdim. Va ilayka hakamt. Va sening hukmingga rozi bo'ldim degan. Bu jumla insonga hukm Allohniki ekanligini tushuntiradi. Hukm Allohniki. Inson o'z xohishi bilan emas, haq bilan yashashi kerak. Ixtiloflarda Qur'on va sunnatga qaytiladi. Allohning hukmi ustun qo'yiladi. Faghfirli ma qaddamtu va ma akhart. Men oldin qilgan va keyin qilgan gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Va ma asrartu va ma a'lant. Sirri va oshkora qilgan gunohlarimni o'zing kechirgin. Sen oldinga qo'yuvchisan. Sen insonni martabasini ko'taruvchisan. Va antal muakhir. Insonni martabasini tushiruvchisi ham sensan. Yuksak qiluvchi ham sensan. Bu ismlarga haqiqiy iymon keltirgan inson hech qachon hasad qilmaydi. Inson yuqori pastga tushsa, Allohdan yordam so'rab, yuqoriga intilish kerak. La ilaha illa ant. Sendan o'zga iloh yo'q. Anta ilahi. Sen mening ilohimsan. La ilaha illa ant. Sendan o'zga iloh yo'qdir. Mana shu uzun duo. Shuni agar mustahkam o'qib, yodlab, yaxshilab ma'nolarini chaqsak, nihoyatda bizga katta ilm eshiklarini ochadi. Fasubhanakallahumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.